Pokistonlik Muqaddas Ashraf 16 yosh vaqtida oilasi uni 34 yoshlik bir Xitoy bilan uylandirdi. Lekin Muqaddas 5 oydan keyin uyiga qaytdi. Yana kelib 3 oylik homildor bo'lib, o'ziga paskashlik qilgan u odamdan ajrashishni talab qildi. Kishilik huquq tashkilotlari yaqinqi yillardan buyon Pokistonlik qizlarning kelin sifatida Xitoyga setilish qilmishlarining ko'payayotganligini, Muqaddasning faqat ziyonkashlikka uchragan nurg'un xristian qizlar orasidagi biri ekanligini ko'rsatdi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa Germaniya parlamentida so'z qildi. 8 mart Germaniya poytaxti Berlindagi Federatsiya parlamentida o'tkazilgan Kishilik huquq komiteti yig'inida so'z qilgan Dünya Uyg'ur qurultayi raisi Dolqun Aysa Sharqi Turkiston masalasini tunishtirdi. Shuning bilan bir vaqtda Kanadaning Vancouver shahrida jam bo'lgan Uyg'urlar Xitoyning assimilyatsiya va bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Amerika prezidenti Donald Trump bir tarafdan yoshirin bir şekilde Eronga tahdid solsa, yana bir tarafdan yangi bir yadro kelishimi uchun Eron rahbarlari bilan suhbatlashishga tayyor ekanligini aytdi. Oqsaroyda o'tkazilgan bir faoliyatda so'z qilgan Trump, qildigan ish bu. Menga telefon qilsin, o'tirib paranglashaylik va adil bir kelishim tuzaylik. Yadro quroliga erishishni xohlamaymiz. Talab qilgan narsamizmi ko'p emas. Bu ularni qaytadan yangi bir o'ringa elib kelishi mumkin. Eronga ziyon yetkazishni xohlamaymiz dedi. Amerika doiralari Shimoliy Koreyaning ko'mir to'shiyotgan bir paraxotini xalqaro embargolarga xiloflik qilganligi sababli musodir qilganligini bildirdi. Amerika Adliya Ministrligi e'lon qilgan bayonotda ko'mir to'shish uchun qo'llanilgan Shimoliy Koreya yuk paraxotining Amerika dengiz tavalligiga yaqinlashganligi uchun musodir qilganligi bildirildi. Ikki davlat orasida jiddiylik davomlashayotgan bir paytda oldingi kuni Shimoliy Koreyaning bir qisqa manzillik boshqariladigan bomba qo'yib berganligi e'lon qilgan edi. Arqadan Amerika bir Xitoylar aro boshqariladigan bombani sinov qildi. Germaniya bosh ministri Merkel Yevropa ittifoqining yangilikchi, kuchli va ittifoq bo'lishi kerakligini aytdi. Germaniya bosh ministri Angela Merkel Ruminiyaning Sibiu shahrida o'tkazilgan Yevropa ittifoqi boshliqlar yig'inida so'z qildi. Merkel yig'inda Yevropa ittifoqining kelajagiga doir temalarning muzokara qilinganligini, siyosiy farqliliklar bo'lsa-mu, tinchlik va osoyishlikni qo'g'dash uchun birlikda harakat qilishning ahamiyatini o'ttirg'a qo'ygan bir xulosa dokladning qabul qilinganligini aytdi.